Ko'rishingiz mumkin. Shu joyga baget qo'yib beramiz. Shu batareyani hisobini olib, mana kranchdan qo'yamiz. 20 santimetrlik kranchdan qo'yib, xudo xolisa tikuvchimizni bunday o'g'ayam o'tiradi. Qizlarga tanlangan kanzni qo'yib beramiz. Xudo xolisa batareyaga tegmaydi. Hisobini olamiz. Hamma har xil yechim qiladi. Bizning yechimimiz shunaqa. Shu joydan yechimni chiroyli qilib bitirib beramiz, xudo xolisa. Mana shu joyga baget qo'yamiz. Kuzatib turasizlar. Hozir shogirt yig'yapti. Xudo xolisa inshaalloh shu sizlarga bitirib ko'rsatib beramiz. Mana shu baget bilan rels kanz qo'yamiz. Mana yechim ko'rdinglar. Yechimni ko'rdinglar. Karnish mashdan tushadi. Mana kranch tayyor, ko'rasizlar. Yozib qo'yamiz. Shuni ustidan karnish qo'yib yuboramiz. Nima deyapti? Ko'rishingiz mumkin. Shu batareyaga yechim qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. 14 yarim 15 почти 14 ham bo'ladi. Proteinligi вообще мощный. Qo'ygan ko'rsatlar qanaqa qo'yganmiz. Afrosiyobga o'xshab keturadi. Mana bo'ldi, ich bo'ldi. Qo'y bo'ldi degani uzr. Karniz ichi bo'ldi demoqchiman. Yechim qalay necha, mana oppoq kranchtel ustiga krishkalarni yozib qo'ydik. O'zgacha uslub bu ham в общем baqat bu oyoq. Mana oppoq oyoq usti plastmas qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ikki chetiga chiroyli qilib qo'yib qo'ydik mana. Necha endi. Hop, o'rtaga qo'y. Mana общий baget chiroyli qo'yib qo'ydik. Tepalardan baget qo'yilishi bular ko'rinmayapti, ju ko'rinmaydi bular. Mo'shni qilib qo'ydik. Oldida ozgina zazor bo'ladi, shu parda tegmasligi uchun. Bu qancha qalinroq bo'lsa, bu yog'idagi zazor ham kattaroq bo'ladi, bemalolroq. 14 santimetr parda ko'nligi yechim mana. Mo'shni